Demak, dastlabki texnikamiz MT-80 rusumida 1992-yil ishlab chiqarilgan. Motor korobka zo'r, zadniy muz ham soz holatda. O'zimiz fermer xo'jaligida ishlatib yurgan traktorimiz. Narxi 60 million so'm kami bor deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil esa Samarqand viloyati. Narxi aytib o'tgan 60 million so'm kamaytirib beriladi. Ikkinchi traktorimiz esa MT-82.1 rusumida 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Holati zo'r holatda, hali hech qayeri ochilmagan. Motor korobka zo'r. Narxi 195 million so'm kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil esa Jizzax viloyati. Albatta ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Navbatda esa T28 rusumli traktorimiz 1987-yil. Motor zo'r, yaqindagina gilza portion qo'yilgan, korobka ham yaqinda remontdan chiqdi. Katta balonlar 80%, deyarli yangi. Motor moy yemaydi, dokumentlari bor. Narxi 20 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil Qashqadaryo viloyati. Yana bir T28 1989-yil MTZ motor, korobka ziver, 1 gram xarajat yo'q, start akkumulyatorlari yaxshi, dokumenti bor, balonlar 80%, qo'shimcha korobka ko'pin va greder bor deyishyapti. Narxi 28 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Andijon viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir MT-80.1 1996-yil, holati zo'r, qo'shimcha teleshka va ikkita kofen golovka qo'shib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Komplet holatda narxi 115 million so'm aytilishi albatta kamaytirib beriladi. Manzil esa Buxoro viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Keyingi texnikamiz esa T28 1990-yilda ishlab chiqarilgan. 4 tala baloni yangi, holati yaxshi holatda, motor moy yemaydi, korobka zadniy mostlari zo'r. Ishga tayyor holatda, narxi 25 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Surxondaryo viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatdagi MT-82.1 rusumli traktorimiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan, hali hech qayeri ochilmagan, yangi holatda naqdga sotiladi. Narxi 250 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil esa Andijon viloyati. Qaytarib o'taman, faqat naqd pulga sotiladi. Navbatda esa TTZ 8011 rusumli traktorimiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, texnik holati soz holda. MTZ satelit qo'yilgan, motor korobka to'liq remontdan chiqqan. Ishlashi zo'r, Belarus traktordan kam joy yo'q deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi 45 million so'm kami bor. Manzil esa Toshkent viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. T28 ishqibozlar uchun navbatdagi T28 1990-yil, holati o'rta holda, motor korobka zadniy moslari ochilmagan deyishyapti. Balonlar 60-70% atrofida, texnik holati a'lo darajada. Rollari gidravlikadek ishlaydi, yumshoq deyishyapti. Kompressori ham bor. Narxi 22 million so'm aytilishi albatta kamaytirib beriladi. Manzil esa Samarqand viloyati. Demak, keyingi texnikamiz MT-80, holati yaxshi, texnik holati a'lo, motor ham yaxshi holatda, korobka zadniy moslar remont qilingan, ishga tayyor holatda, narxi 65 million so'm kami bor. Manzil esa Buxoro viloyatida ma'lumot qoldirishmoqda. Videoga esa like tugmasini bosib qo'yishni unutmang, biz esa davom etamiz. Navbatda TTZ rusumli traktorimiz 2009-yil, hamma joyi zo'r. O'zimiz korobkasini noldan terganmiz deyishyapti. Kultivatsiyasi ham bor. 2022-yil kultivatsiyasi. Bir sezon ishlatilgan. Dokumentlar o'zimizning nomimizda deyishyapti. Narxi 75 million so'm kamaytirib beriladi. Manzil esa Farg'ona viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Taqiriq ishqibozlar uchun esa navbatda taqiriq traktorimiz, holati yaxshi, texnik holati soz, motor korobka yaxshi, ishga tayyor holatda, balonlar ham yaxshi holatda deyishmoqda. Narxi 40 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Buxoro viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatdagi traktorimiz esa 2022-yil ishlab chiqarilgan, hech qayeri ochilmagan, hali hech qanday aybi yo'q deyishmoqda. Hamma joyi soz holatda, qo'shimcha chisel, plug va o't o'radigan jatkasi ham bor. Komplekt holatda narxi $11,800 aytilishi albatta kamaytirib beramiz deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil esa Farg'ona viloyati. Batafsil ma'lumotlarni albatta qo'ng'iroq qilib traktorni egalaridan olishingiz mumkin bo'ladi.
Agar sizda ham sotiladigan traktorlar bo'lsa, marhamat bizga Telegram orqali traktoringizning sifatli rasmlari va texnik holati haqida qisqagina ma'lumotlar yuboring. Bizning kanalda traktorlar reklamasi 100% bepul. Sizdan talab qilinadigan narsa videoga like tugmasini bosib, qo'llab-quvvatlab turish xolos.